Yana bir bor assalomu alaykum, hurmatli tadqiqotchilar. Tayyor bo'lgan maqolamizga tanlagan jurnalimiz ko'rsatmalariga moslashtirish bo'yicha video qo'llanmalarni taqdim etamiz, yana davom etamiz. Demak, yuqoridagi video qo'llanmalarda ham aytib o'tdim. Tanlagan jurnalimizni ko'rsatmalarini kopировать qilgan holda va tayyorlagan maqolamizni ham sun'iy intellektga bergan holda bitta mana shu kabi qo'llanma yaratib olsak, qaysiki biz demak maqolamizni qaysi jihatlarini to'g'irlashimiz kerak, formatlash talablarini bajarayotgan paytimizda aynan jurnal ko'rsatmalaridan kelib chiqib qaysi jihatlarga ko'proq e'tibor berishimiz kerak, qayerda qanaqa formatlashga tegishli kamchilik va xatolar borligini bilishimiz mumkin. Xo'p. Mana bu qo'llanmani yana davom ettiraman, qaysiki menga sun'iy intellekt yaratib bergan. Unda mualliflik anonimligi to'g'risida buni men alohida manuskript qilib oldim. Demak, muallif, ya'ni o'zim ism familiyam va affiliation ma'lumotlarim o'chirilgan bo'lmagan holda anonim bo'lgan manuskriptni yuqoridagi video qo'llanmada ham ko'rsatdim. Buni demak tayyorlab oldim. Shu haqda demak tavsiyalar bergan anonimlik bo'yicha. Va yana menga tavsiya berganki, manbalar uslubini, ya'ni referensdagi adabiyotlar ro'yxatidagi manbalarni to'liq Emerald Harvardga o'tkazish bo'yicha. Yuqoridagi video qo'llanmada ham aytib o'tdim. Menda demak birinchi maqola tayyorlaganimda hammasi APA ni 7-edishonda edi va uni ham demak sun'iy intellektda faqat birdaniga emas, 10 ta, 15 ta, 10 ta, 15 ta qilib demak Harvard style'ga o'tkazib oldim. Bu birinchi tayyorlagan o'sha maqolamda, mana bu to'liq APA style'da edi. O'zi ko'p jurnallar mana shu APA style'da so'raydi, talab etadi. Lekin men tanlagan jurnal Harvard style'ni so'rar ekan, shuning uchun Harvard style'da buni yana qayta tartiblab oldim. Bunda o'sha yuqoridagi hajmni qisqartirgan paytimda ko'plab bu yerdagi sayt ma'lumotlarini ham o'chirishimga to'g'ri keldi. Ya'ni o'sha adabiyotlar, maqolalarga tegishli ma'lumotlarni ham. Buni o'sha vaqtda amalga oshirmasangiz, yuqorida ham aytib o'tganman, yo tekstning ichida iqtibos bo'ladida, referensda bo'lmaydi, yoki referensda bo'ladida, tekstning ichida o'sha adabiyotga iqtibos bo'lmaydi va bu taqrizchilar tomonidan juda katta e'tiroz bildiriladigan holat. Shuning uchun maqolani ichi bilan uni referensiz adabiyotlar ro'yxati o'rtasida ishlayotganingizda bir vaqtda o'zgarishlarni amalga oshirishingiz kerak. Tekstni ichiga iqtibos qo'shdingizmi? Mana bu kabi referensiz bo'limiga ham o'sha iqtibosni, sayt ma'lumotlarini yozib qo'yishimiz kerak. Tekstni ichidan udalit qildikmi, referensdan ham uni udalit qilishimiz kerak bo'ladi. Chunki bu juda mayda ish, esimizdan chiqib qolsa va demak ertaga taqriz jarayonida chiqib keladigan bo'lsa, e'tirozga sabab bo'ladi. Xo'p, buni demak Harvard style'ga o'tkazib oldim. Bunda ham birdaniga hammasini bermaymiz. Avvalambor o'sha jurnal ko'rsatmalarida mana bu joyda, mana mualliflar uchun ko'rsatmalarga o'tadigan bo'lsak, mana bu joyda referensizga mana talablar mana shu joydan boshlanadi. Maqolamizni referensiz bo'limi bo'yicha qanaqa demak tayyorlashimiz kerakligi. To'liq kopировать qilib olamizda, mana to'liq kopировать qilib olib, sun'iy intellektda alohida ishlaymiz bunda. Sun'iy intellektga buni beramizda va demak maqolamizni mana bu referenslarini ham birdaniga, masalan 50 ta 60 ta bo'ladigan bo'lsa, birdaniga bermaymizda. 10 ta 15 ta 15 tadan bersak yaxshi. 15 ta 15 ta 15 ta 15 ta berib unga prompt yozamiz. Birinchi, qaysiki mana bu jurnalni men tanladim va maqolam tayyor, maqolam APA yoki boshqa style'da edi, lekin jurnal Harvard yoki mana bu style'da so'rayapti. Shuning uchun men senga demak bir nechta demak referensiz bo'limimdan bir nechta demak maqolalarni, ma'lumotlarni beraman. Sen uni demak nimaga Harvard yoki o'sha jurnal talab etgan style'ga o'tkazib ber deb yozasizda, 15 ta 15 tadan yo 10 ta 10 tadan o'sha demak referens adabiyotlar ro'yxatingizdagi maqolalar ma'lumotlarni berasiz va uni sun'iy intellekt o'sha siz so'ragan qaysiki jurnal talab etgan style'ga o'tkazib beradi. O'sha o'tkazib berganini bu yerda shu demak alfavit tartibida berasiz, alfavit tartibida o'tkazib beradi va bu yerda uni demak to'g'rilagan variantini keltirib o'tasiz.
Yana davom etadigan bo'lsak, yana qanaqa? Tekstni ichida qayerda nuqta qolib ketgan, qayerda kursiv emas, qayerda mana bunaqa belgi bor. Masalan, man yuboradigan jurnalimda bu belgi qabul qilinmas ekan, o'rniga and bo'lishi kerak ekan, bog'lovchi. Hammasini tekstni ichida alohida ishlab chiqdim. Qaysiki, mana bu et all kursivda bo'lishi kerak ekan, bu jurnal uchun, ya'ni kursiv qiyshaygan kursivda bo'lishi kerak ekan. Boyagi belgini o'rniga and bo'lishi kerak va hokazo yana anaqa nimalar tavsiyalar berilgan bo'lsa o'sha main manuskriptimda, ya'ni asosiy tayyorlab qo'ygan maqola jurnalga yuborishim kerak bo'lgan maqolada boshidan boshlab shu o'zgarishlarni amalga oshirib keldim. Masalan, mana bunaqa et allni mana bunday kursivda bo'lishi kerak. Mana hammasini kursivda. Mana bu yerda demak and degan bog'lovchi bo'lishi kerak. Bitta nimali bo'lsa o'zi qoladi. Va agar birin-ketin bir nechta iqtibos beradigan bo'lsak, mana bunaqa nuqta virgulni bilan ajratishimiz kerak. Mana etol degani ikkitadan ko'p bo'lgan mualliflar, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 10 ta, 15 ta etol ishlatiladi. Agar ikkita muallif bo'lsa, and degan bog'lovchi bo'ladi. Agar bitta muallif bo'lsa, bitta o'zi bo'ladi. Demak, buni boshdan oxirigacha to'g'irlab chiqishimiz kerak bo'ladi. Qaysiki, jurnalda mana shu talab ko'rsatilgan. Ikkita muallif o'rtasida and degan bog'lovchi, etol bo'lsa kursiv bo'lishi kerak. Bitta muallif bo'ladigan bo'lsa, bitta muallif, undan keyin virgul, yil taqdim etilishi kerak. Qaysiki, mana bunaqa ko'rsatmalar o'zini ham ko'radigan bo'lsak, mana bu yerda ko'rsatib qo'ygan. Yakka muallif qanday bo'ladi, ikkita muallif qanday bo'ladi va agar ikkitadan ko'p bo'lsa qanday bo'ladi? Yana davom etamiz. Xo'p. Bu yerda namunalar keltirgan, buni ham o'sha nimadan olgan, ko'rsatmalardan olgan. Manbalar uchun foydali maslahatlar manba ustida ishlash bo'yicha. Matn ichidagi havolalarda qayerda masalan manda kamchilik bo'lgan bo'lsa, to'g'ri shaklni ko'rsatib bergan. Mana bu belgini o'rniga and degan bog'lovchi qo'y. Mana bu etolni kursiv qil. Mana bu joylarda imlo xato ketgan va hokazo. Mana bu joylarda mana bu nima kerak emas. Masalan, ism, familiya, отчество bo'lsa, faqat bu yerda deylik familiya, ism, отчествоni boshqa harflari kerak emas. Mana shu kabi, demak, kamchiliklarni ko'rsatib bergan. Bularni hozir yana to'g'irlayapman, yana yuborishdan oldin yana to'g'irlayman va hokazo. Struktura bo'yicha ham abstraktim, demak, subheadingli, ya'ni bo'limli. Men shunday tayyorlaganman. Kalt so'zlarim 5 ta, 6 ta, o'zi 8 ta, 10 ta bo'lsa bo'lar ekan. Introductionim uzun, uni qisqartiring deyapti. Literature review uzun, qisqartiring deyapti. Metodologiyada raqamlashimda xato bo'lgan ekan, uni to'g'irladim va hokazo. Qayerda qanaqa raqamlashda yoki boshqa xatolar ketgan bo'lsa, ethical considerationsda bunda survey bo'lganligi uchun etika qo'mitasini approval, ya'ni tasdig'i kerak. O'zi odatda oliy ta'lim muassasalarida etika qo'mitalari bo'lishi kerak. Hozirda menimcha ko'p tibbiyot muassasalarida bo'lsa kerak, lekin boshqa OTMlari bilmadim. Qaysiki o'z OTMsi, o'z tadqiqotchilari amalga oshirgan tadqiqotlarni etika qo'mitasi tekshirib, tasdiqdan o'tkazib berish kerak. Ana shuni jurnallar so'raydida. Mana shu demak jihat yo'q, masalan yo'q bo'lsa, kamchilik bo'lsa ularni ko'rsatyapti va hokazo. Mana bu demak ilovalardagi hujjatlarni nimaga o'tkazing deyapti, supplementary materialga va hokazo. Topilgan kamchiliklarni ko'rsatib beryapti. Mana bu joyda mana bunaqa xato bor. Va mana nima qilish bo'yicha ham bu yerda masalan 2 literature review, 2-1 policy konstruktim boshlangan bo'lsa, uni jирный kursiv qiling yoki kursiv qiling deyapti. Boshlanishi mana shunaqa kursiv emas, bold bo'laversin, lekin undan keyingi bo'limlarni kursiv qiling deb tavsiya beryapti. Va jadvallarni ham, ortiqcha jadvallarni alohida supplementary materialsga o'tkazish bo'yicha tavsiya beryapti. Hurmatli tadqiqotchilar, shu joydan boshlab keyingi video qo'llanmani
boshlaymiz, davom etamiz. E'tiboringiz uchun katta rahmat.